bilan masjidga yig'lab kelishibdi. Ha opa nima yig'layapsiz desam, domla shu gapingizga men dalilman. Qaysi gapga? Tuzalmaydigan bemorlikka silai rahim shifoligiga men dalilman. Nima bo'ldi desam, yaqinda xo'jayinim bemor bo'lib qoldi. Bemor bo'lib qoluvdi, biz jin kirib qopti deb u jinkashga olib bordik. Bu jinkashga olib borib oxiri ozib ketganidan terisi suvayga yopishib qoldi. Qo'ni qo'shnilar ko'rib, "Ey xotin, eringni o'ldirib qo'yasan, doktorga ham olib bor" deydi. Doktorga olib borsam onkologический yozib berdi. Onkologическийga olib borsam deydi, qon tahlil, u tahlil, bu tahlil, tomografiya deb, tomografiyani tahlillarda ko'rib, "Jicha ertaroq olib kelmabsizlarda, butun tanani o'simta rak egallab o'pdi. Endi nur bersa ham, ximiya bersa ham, dori darmon bersa ham oldiga yurmaydi. Kech qopsilar" dedi. Erim eshitdi-yu deydi. Ko'rsatib yiqilib og'zidan oq ko'pik keluvdi, rahmlari kelib reanimatsiyaga olib kirib 2 oy qarab berishdi deydi. Nur ham berishdi, umid qilib, ximiya ham berishdi, oqidi, qoraydi, dorisini qilishdi. 2 oy deganda bir mahal yuring, eringizni ko'ring deb olib kiruvdi deydi. Erimni ko'rib qo'rqib ketdim deydi. Choch, tuk, kiprik, soqol, mo'ylov degan narsa qolmabdi. Hamma yo'q to'kilib, yaltillab qopti deydi. Ozib ketganidan suvaylari arra-arra bo'lib ketibdi, qo'rqinchli bo'lib ketibdi. Erimni ko'rsatib, qo'limizdan kelgani shu. Hech nur ham ta'sir qilmadi, ximiya ham ta'sir qilmadi, dori darmon ham ta'sir qilmadi. Endi uyga olib borib, uyda qarab turaveringlar. Dodaladot qilsa ham olib kelmanglar, chunki betda o'lsa qog'ozvozlik bo'lib qiynalasizlar. Biz spravka qilib beramiz, uyda jon bersa oson bo'ladi deb uyimizga ruxsat berdi deydi. Kechasi yo'inki salqinda qaqa boraman desa olib boringlar, nima yeyman desa yegizinglar, chunki necha kunlik qoldi Xudo biladi deb uyimizga ruxsat berdi deydi. Uyga olib kelib deydi, kechasi bilan yig'labman deydi. Shunday odam o'lib ketaveradimi? Shuncha bolalarni boqib, kelin olaman deydigan yoshga yetganda, qo'li oshga yetganda, og'zi oshga yetganda o'lib qolaveradimi? Bir kosa ovqatga qonni to'ysa ham kechasi-yu kunduzi dardi, g'ami, alami, tashvishi, ro'zg'or bolam, bolam, bolam deb o'lib ketaveradimi bir to'y ko'rmasdan, kelin olmasdan deb kechasi bilan yig'lab tongga yaqin ko'nglimga keldiki deydi, bitta-yu bitta akasi bo'lsa, shu akasi bilan ham yer talashib, meros talashib, g'urur talashib, bir-biri bilan sudlashib, begona bo'lib ketgan, bir-birini la'nat aytib urushib, begona bo'lib ketgan bo'lsa, ertaga xo'jayinim o'lib qolsa, qaynatamni oldiga boradigan bo'lsa, shunchalikka yetib bordilaringmi bizdan kelgin deb erimni malolma qilsa, erim qanday holatda turar ekan dedimda deydi. Tong otgandan keyin o'g'limni uyg'otib deydi, bozorga borib 2 ta ko'ylak oldim deydi. Biri xo'jayinimga sig'aydigan, biri akasiga sig'aydigan, o'g'limga berib borib Boydadinni qo'liga berib, menga telefon qilib ber, meni Boydadinda gapim bor. Xo'p. O'g'lim olib borib Boydadasiga ko'ylakni berib telefon qilib berdi. Salom alaydan keyin dod deb yig'lasam deydi. Bir mahal nima yig'layapsiz kelin? Nima yig'layapsiz kelin dedilar. Bo'lgan voqea holatni ayt. Jon aka, uko'z qilmabdi, men qilibman. Uko'z qilmabdi, men qilibman. Men bolalarim bilan qilibman. Bizni kechiring deb turib olsam bo'ldi, kechirdim dedilar. Bo'lmasam bitta ko'ylakni o'zingiz kiying, bitta ko'ylakni uko'zga o'zingiz kiygizsiz, ertaga vafot etib qolsa oxiri nima bo'ladi desa, akasi olib bergan ko'ylak bo'ladi deydi. Jichcha bo'lsa ham bir ko'ngli ko'tarilib qoladi deb aytsam, xo'p dedilar. U bir mahal bitta ko'ylakni kiyib, bitta ko'ylakni salafanga solib, 4 ta non ko'tarib, bir shirinlik ko'tarib keldilar. Qayerda yotibdilar? Ha, o'sha ota-onamiz yashab, ota-onamiz jon taslim qilgan eski uyda yotibdilar. Yangi uyga joylarni qilsak, bu uylar nafasim qisyapti, bu uylar yutib oraman deyapti. Eski joyga joy qilib beringlar dedilar. Eski uyga joy qilganmiz. Eshigi va derazasiga parda tutib, qop-qorong'i qilganmiz. Yeb ichishi bir joyda bo'lib qolgan, kiravering dedim deydi. Bir mahal deydi, kirib, eshik ochib yopilib, dod deb o'kirib yig'layaptilar deydi. Ichi to'lib qolgan bo'lsa, ichi yengillab olsin deb vaqt o'tkazib eshikni ochib kirsam deydi. Xo'jayinimni boshini akasi shu ushab bag'riga qo'yib, shunaqa ham yig'layaptiki, ko'zidan yosh shuna oqib qo'l qilyapti deydi. Bag'da xo'jayinim yig'layapti, bag'da akasi yig'layapti-da. Rosa men ham qo'shilib yig'lab, bir yig'i bir nimasiga yetganda, uka, esingizda bo'lsa, onamiz rahmanlik deydi. Yig'ini o'zini to'xtatdi, esingizda bo'lsa, onamiz Hasan Husanni yaxshi ko'raman deb bir xil qilib kiyintirardilar. Lekin Hasan Husan bermadi-yu, 1 yosh farqi bilan Xudo o'g'il berdi deb bir xil qilib kiyintirardilar. Agar bozorga o'zlari bora olmasalar, katta bo'lib qolganimizda menga pul berardilar.
bir xil rang qilib ust-bosh olardik. Bugun bozorga bordim, shu ko'ylak chiroyli ko'rinib ketdi, sizga ham oldim. Siz ham kiyin deb bersam, men ko'ylak kiyadigan ahvolda emasman deb irg'itib. Irg'itvorsa bu irg'itiladigan ko'ylak emas, bu ko'ylakni kiysangiz onamizning ruhlari shod bo'ladi. Bu ko'ylakni kiysangiz onamizning qabrlari nurga to'ladi. Mendan keyin ham o'g'illarim bir xil qilib kiyinyapti ekan deb ko'ngillari ko'tariladi deb eski ko'ylakni yechib, yangi ko'ylakni kiygizib, uka esingizda bo'lsa, hayit yo bayramga o'ynagani chiqsak, qizil suv ichardik, ko'k suv ichardik, marojna yerdik, pirashka yerdik, kacheli uchib, mashina minib, paqirchaga chiqib, pulimiz jicha qolsa bitta shirinlik olardik, uyga cho'r yeb kelardik. Siz aytardingiz, aka, katta tishlab qo'ymen, uyga cho'r yeb borib olaylik derdingiz. Yo'g'ida men aytardim, uka, katta tishlab qo'ymen, uyga cho'r yeb borib olaylik derdim. Shuni eslab bir shirinlik olib keldim. Keling billaymiz deb bitta o'zi tishladi, ukasiga bitta o'zi tishlab, bitta ukasiga tishlatib, oxirisini ukasiga yegizib, bir yig'ladi, doddi-da, men yana kelaman deb chiqib ketdi dedi. Xo'jayinim bo'lsa kechasi bilan yig'lab chiqdi. Ayasi, akamni ko'rdingizmi? Akada otani mehri bor deganlari shu ekanda. Shuncha bemor bo'lib yotgan bo'lsam, biror bir odam meni boshimni ushlagan yo'q edi. Akamni ko'rdingizmi? Otalik mehrini qarang. Boshimni ushlab bag'riga bosib shunaqa ham yig'ladiki, ko'zidan oqqan yoshi yuzimga tushdi-da. Akamni hamma qilgan yaxshiliklari esimga tushdi. Bizni yoshligimizda otamiz vafot etib qolganligi uchun onam qiynalmasin, ukalarim non deb yig'lamasin deb Navoiyga shogird tushib, kechasi bilan uxlamasdan uyga 4 ta non ko'tarib kelardi. Singillar katta bo'lganda shu onam qiynalmasin deb Rossiyaga ishga borib, ishlab singillarni chiqarib o'zi uylangan edi. Men uylanganimda ham necha pul qarz bo'lib qolib, yangi kuyov ukam qarz uzmasin deb Rossiyaga bola chaqasini tashab ishlab qarz uzuvdi-yu, shunchalik akamning yaxshiligini bilmagan men non ko'rakanman, tuzini yeb tuzlig'iga tupurgan ekanman. Uy talashib, meros talashib, g'urur talashib, men shunchalik akamning yaxshiligini bilmagan ekanman. Ko'rdingizmi akamni deb tong otgunga cho'r yig'lab, ayasi, kecha akam kelganda qandaydir ichim yorishdi-da, qandaydir kasallik pasanda bo'lganga o'xshadi, yengillaganga o'xshadim. O'g'lingizni chaqiring, shu ukamni akamni oldiga borib bir gaplashib nonushta qilib kelamiz, quyosh chiqquncha deb o'g'ilni uyg'otib, billa borib nonushta qilib, dardlashib, gaplashib, alamlar hamma yo'llarni gapirib, nonushtani qilib qaytib keldik. Ertasiga akalari shu darajada bo'ldiki, bir-birlarini ovozini eshitmasa turolmaydi ham bo'lib qolishdi. Hatto telefonda bo'lsa ham, aka yaxshimisiz, uka yaxshimisiz, uka aka qaytasiz, hech bo'lmasa bir yuz-yuzi ko'ray, sog'inib ketdim deydigan gapga cho'r borildi deydi. O'rtadagi g'illi g'ashliklar ko'tarildi, 2 oy o'tdi-yu deydi. Kipirik, qosh, tuk, soch o'sishdi, necha semirishni boshladi. Umid qilib doktorga olib borsam deydi. Qon tahlil, u tahlil, tomografiya dedi. Tomografiyani qildirib, nima qildilar endi? Ha, nima qilib bizda kasallik qurib tuzalibdi. Endi jicha semirib olsa bo'ldi, uzoq umr ko'radi deb nima qildi. Ana shifo qaytdi ekan.